Ko'rinishidan oddiy o'xshab ko'ringan mana shu fasonimizni o'ziga yarasha juda ko'p sirlari bor. Bu darsligimizda biz sizlar bilan to'liq mana shu fasonni noldan boshlab modellashtirishni o'rganamiz. Modellashtirganda ham hamma oldi orqa to'liq sirlarini men sizga o'rgatib qo'yaman. Bizga oldi va orqa asos andozalari kerak bo'ladi. Asos andozalarni har doimgidek Maryams metoda bilan tayyorlaganman. Maryams formulasidan foydalanganman. Birinchi bo'lib biz oldi tarafga formasini kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek burchak shaklida oldimizda koketkalar bor. Xuddi shuni biz mana shunaqa tekis burchak shaklida ham chizsak bo'ladi yoki bo'lmasa ozgina yoylashtirgan holatda ham chizsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek ko'krakni markazidan ham chizsangiz bo'ladi yoki ko'krak markazidan ozgina yuqoriroqda ham chizsangiz bo'ladi. Men yoylashgan lineykadan foydalandim. Siz ham xohlasangiz xuddi shunaqa yoylashgan lineykadan foydalanib chizsangiz oldi ko'rinishi yana ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa holatda proymamizni 3 ga bo'lib aylanasini ana shu joydan oldimizni ko'krak markazidan yuqoriga 3-4 sm ga ko'tarib burchak shaklini chizib olamiz va bellarimizdan pastga 1,5-2 sm ga tushirishimiz kerak bo'ladi. Nega deganda albatta beldan yubka qo'shilganda yana ham chiroyli ko'rinishi uchun. Belni o'zidan ham bo'lsa bo'ladimi deganga ha albatta belni o'zidan ham ajratib qilsangiz bo'ladi, lekin men ko'rsatgan texnika bilan siz bir marta bajarib ko'ring, ko'ylaklarning ko'rinishdagi vizuali yana ham chiroyli shaklda bo'ladi. Bu ham sirlardan biri. Demak, bellarni 1,5-2 sm ga liniyalarni tushirib olamiz va albatta oldi va orqa o'rta chiziqlariga 3 ta joyda yozib olishimiz kerak. Nega deganda biz hozir buni 3 ta bo'lakka bo'lamiz. Ya'ni yuqoridagi koketkasi va belgacha bo'lgan bo'lagi va beldan pastki bo'lagi. Endi ko'rib turganingizdek orqaga ham to'g'ri burchak shaklini chizib oldim. Orqa yelka vitichkasini chizgan burchak shaklini pastga albatta chizib modellashtirishimiz kerak bo'ladi. Endi biz beldan pastki qismlarini bir nechta bo'laklarga xuddi shunaqa men ko'rsatgandek bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Orasini 3-4 sm dan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Bo'lib olganimizdan so'ng albatta raqamlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Raqamlashdan maqsad ketma-ketligini yo'qotmaslik uchun. Oldi orqaga raqamlaymiz va albatta yonlarini ham belgilash esdan chiqmasin, yonchoklarini ham belgilab qo'yamiz. Beldan pastki bo'laklarimizni modellashtirib, bichish uchun tayyorlab oldik. Endi bizga ko'krak vitichkasi bilan bel vitichkasini modellashtirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun relyefni yuqoriga birinchi chizgan burchak shakliga tutashtirdim. Endi mana shu burchak shaklga tutashtirgan joyimizdan foydalangan holatda ko'krak vitichkasi va bel vitichkalarini modellashtirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham oddiy texnikalardan biri. Biz bel chiziqlarini albatta pastga oldi orqada tushirib oldik. Orqa yelka vitichkalarini orqa burchak qilib chizgan koketkamizga albatta chizib uni ham modellashtirishimiz kerak bo'ladi. Oldimizni koketkalarni ajratganimizdan so'ng ko'krak vitichkamiz va bel vitichkasini mana men ko'rsatib o'tayotgandek albatta xuddi shunaqa texnikada siz ham modellashtirishingiz kerak bo'ladi. Burchak shaklini pastida ozgina kichkina vitichka bo'ladi. Albatta bichgan vaqtingizda butun holatda bichib, mana shu vitichkasini ichidan tikib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar siz yuqoridagi burchak shaklini ko'krak markazidan chizgan bo'lsangiz, bunaqa vitichkasi bo'lmaydi. Demak, bellarimizni tushirganimiz hisobiga pastdagi mana shu burchakni ham lineyakada to'g'rilab albatta olishimiz kerak bo'ladi. Orqadagi yelkamizni koketkasini ajratdik va pastdagi yelka vitichkasini modellashtirib olyapmiz. Albatta koketkani pastidan buni modellashtirishimiz kerak bo'ladi. Endi orqamizdagi belimizni ham vitichkalarini modellashtiramiz. Albatta undan oldin yondagi belni uzaytirganimizdagi qo'shimcha bo'lgan ozgina burchagini ham tekislab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Orqa bel vitichkalarini modellashtirib oldim. Shu bilan ko'rib turganingizdek beldan yuqori qismini ham oldi va orqada qanday qilib modellashtirganlarini ko'rib chiqdik. Bu yerda ham juda ko'p sekretlarni sizga ko'rsatib o'tyapman. Albatta o'zingizga konspekt qilib yozib olishni unutmang. Endi biz pastdagi yubkalarimizni qanday qilib bichishni texnikalarini ko'ramiz. Undan oldin yonchoklarni albatta men ko'rsatganimdek tekshirib oling. Buni balandligi bir xilda bo'lishi kerak. Ya'ni beldan mana shu proymamizni boshlangan tochkasigacha teng bir xilda balandlikda bo'lishi kerak bo'ladi. Endi biz yubkamizni to'g'ri shaklda oralarini 3-4 sm dan xuddi shunaqa qilib bitsak, orasida zborka bilan tayyorlanadigan yubkamiz tayyor bo'ladi. Agar siz xohlasangiz, mana shunaqa yoylashtirilgan holatda burchakni 90 gradusni buklagan holatda 45 gradusga keltirib ham bitsangiz bo'ladi. Unda yubkalaringiz yana ham chiroyli shaklda bo'ladi. Demak, siz ikkala yubkani qaysi birini xohlasangiz shu shaklda bichasiz. Oldini qanaqa holatda bitsangiz, orqasiga ham
xuddi shu modelirованиyadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni, xohlasangiz to'g'ri holatda, zborka holatda yoki bo'lmasa 90 gradusda mana shunaqa yoylashgan holatda ham bichib ko'rsangiz bo'ladi. Ikkalasida ham yubkalar juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Endi biz qo'shilgan yenglarni ham modellashtirishni boshlaymiz. Bizga yengimizning uzunligi kerak bo'ladi. To'liq uzunlik yengda olamiz va mana shu yengimizni yana bitta keyingi qismini ham ko'chirib olamiz, ya'ni duplikat qilib olamiz. Ikkinchi tarafini ham duplikat qilib olganimizdan so'ng yengimizning oldi tarafini albatta xuddi shunaqa ozgina olib belgilab olamiz. Biz oldindan qirqib olgan koketkalarimizda mo'ljallab oldini uzunligini oldi tarafga, orqamizni koketkamizni qanday qirqgan bo'lsak, orqa uzunligini orqa tarafga xuddi shunaqa men ko'rsatgan texnikadan foydalanib belgilab burchak shaklini kiritamiz. Burchaklarimizni balandligini siz o'zingiz qancha xohlasangiz, sizga xohlagan shaklda kiritsangiz bo'ladi. Demak, burchaklarni ajratib olganimizdan so'ng pastdagi bo'laklarimizni bir nechta bo'lakka vertikalni bo'lib chiqamiz. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Bu yerda ham men yenglarni ikki xil modellashni o'rgataman. Demak, bo'laklarga bo'lib olganimizdan so'ng oldi o'rtasi va yonlarini belgilaymiz va pastini albatta raqamlab olishimiz kerak bo'ladi. Nega deganda biz modelирование qilish vaqtida albatta bizga bu raqamlar kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bitta tarafda men xuddi shunaqa qilib ochdim. Yuqori qismida hech qanday o'zgarishsiz faqat pastki tarafdagina yengni kengaytirdim. Ikkinchi tarafda bo'lsa yuqori qismida ham oraliq masofasini ochdim. Bu qanaqa modelирование deganda, siz xohlasangiz birinchi bo'lakdagi yuqori qismini o'zgartirmagan holatda yengni faqatgina pastki qismini kengaytirishingiz mumkin. Ikkinchi tarafdagi modelированиyadan foydalansangiz, burchakdan keyin albatta yuqori qismida ham ozgina zborka holatida, zborka bilan pastlari ham keng holatda bo'ladi. Siz agar yengingizni bundan ham keng holatda xohlasangiz, oralarini yana ham kattaroq ochishingiz mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek, burchakdan keyin hech qanday zborka qilinmagan. Lekin men sizga ikkinchi variantini ham ko'rsatib o'tyapman. Burchakdan keyin zborka holatiga keltirib tiksangiz ham juda ham chiroyli yenglar chiqadi. Demak, biz yuqori qismimizni yana bir bor ko'rib chiqdik. Oldi va orqalarimiz hamma joylarini to'liq modellashtirdik. Endi bu yerda faqatgina bo'yin o'yindiqlarimizda ozgina modellashtirishimiz kerak bo'ladi. Agar sizga bo'yin o'yindiqlarimizni kattaroq ochish kerak bo'lsa, men bu texnikani ham sizga ko'rsatib o'taman. Demak, mana shu joyda ko'rib turganingizda yuqorida ko'ylagimizni bo'yin o'yindiqlari unchalik darajada katta ochilmagan. Agar siz xohlasangiz shu holatda qoldirib, ko'ylakni orqa tarafida zamokdan foydalansangiz bo'ladi. Agar xohlasangiz mana shunaqa yelkalarni bir-birlariga tutashtirgan holatda o'zingizga kerakli formani chizib olishingiz mumkin. Men bu yerda yoylashgan dumaloq shaklni yana ham kattaroq shaklga kengaytirib oldim. Bu darsligimizda mana shu ko'ylak fasonini oldi, orqa, yengini va beldan keyin yubkalarni ham qanday qilib modellashtirishni o'rgandik. Maryams akademiyasi tomonidan berib borilayotgan mana shunday foydali videolar sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta izohlarda o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Maryams akademiya onlayn darsliklarida siz ham o'qishni xohlasangiz plus qoldiring. Maryams metodi bilan tayyorlangan oldi va orqa andozalarda juda ham modellashtirish oson. Har bir andozamiz bez primerka, har bir razmerga qolipdek to'g'ri keladi. Siz ham chin dildan mana shu metodni o'rganishni xohlasangiz plus qoldirishni unutmang. Like bosib, obuna bo'lib, yaqinlaringizga videoni ulashib qo'ying.